Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun ko'rganingizdek men mana shu joyda o'ynashga qaror qildim. Yangi seriyaning boshlanishi bo'ladi bu. Ajoyib qishloq bor. Seedni ko'rishingiz mumkin. Maxsus seed ishlatdim. Bu dunyoda ko'rishingiz mumkin mana. Kommentariyalar. Okey, ozgina muammolar bo'lib qoldi. Lekin ko'ramiz hozir. Ko'ramiz. Daraxt chopib olay oldin. Baribir pastda daraxt yo'q bo'lsa kerak. Bu yerga baza quramiz do'stlar endi. Orif ham nihoyat Minecraft o'ynadi. Orif shunday qilib survival qilib turganda men quruq qolib ketmay, to'g'rimi? Shaxsan men o'zim deyarli hamma videosida yozardim Minecraft o'ynang deb. Nihoyat o'ynadi. O'zi ham aytdi-ku, endi tushunyapman nimaga ko'p odamlar menga o'ynashni maslahat beradi, boshqa narsa deb aytdi. Okey. Endi Minecraft qiziq o'yin. Hozir men 3 yosh, ya'ni mendan yaxshi bilaman Minecraftni. 3 yosh. 3 yosh. Okey, yerga yasashimiz kerak. Ozgina toshga olib olamiz bu yerdan, to'g'rimi? Stone age, tosh davri. Okey, yaxshi. Bunday qilib survival o'ynamaganiga ham anchagina bo'lib ketdi. Orif hayronman, nimaga temirlarni isrof qilib taxta kirka bilan sindirib yuribdi. Yo'q. Ko'rdim. Hamma temirlarni taxta kirka bilan sindirib chiqyapti. Hech bir o'ylab ham ko'rgani yo'q. Nimaga buni menga bermayapti deb. Okey, pastga tushib olamiz hozir. Endi bu yerga sakrayman deb turgandim, lekin bu yerda temir ko'rib qoldim. Yo'q. Bu yaxshi. Allaqachon 4 ta temir. 4 ta emas, bu yerda juda ham ko'p ekan. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Birdaniga 10 ta temir. Okey, bu juda ham yaxshi start. Bu yerdan 2 ta buni ham olib olamiz. Chunki hozir biz somonni olamiz va sakraymiz. Okey, bu o'roq bilan esa ketmon dermiz. Ketmon bilan endi somonlarni olib chiqamiz. Shu yerda atrofda bir suv resurslari yo'qligini, kattagina okean bo'lsa, shu yerda yoniga uy qurib olsak yasharamiz. Okey, 35 ta somon blok bor hozir bizda. Bu juda ham ko'p, anchagina ovqatga yetadi. Bu yerda ko'mir ham ko'rdim, baribir olishimiz kerak, chunki narsalarni eritishimiz kerak, temirlarni. Okey, bu yerda juda ham ko'p ekan, yaxshi. Yaxshi, bularni tezlikni kovlab olamiz. Mayli, bu yog'ini qoldiraman keyinroqda. Hozir biz bunday qilib yasab olamiz nonni. Okey. Buni bunday qilamiz. Bunday bir staku 40 ta. Yaxshi. Ovqatdan muammoyimiz yo'q endi. Bu yerda yana juda ham ko'p bor ekan. Bu somonlar bilan qolgani bilan qishloqlar bilan savdolashsak bo'ladi. Okey, mana golemlarni o'ldirib olyapman. Buning temiri kerak bo'ladi. Nechtaligini ko'ramiz? 5 ta. Eng ko'pi bilan ham o'zi 5 ta tushadi-ku, to'g'rimi?
Bu temirlar ham deyarli bo'pti. Okey, yaxshi. Hozir bizda 15 ta temir bor. Bu mollarni o'ldirmaymiz, halol saqlab qo'yamiz. Va bu yerda tayyor menga shakar qamish fermasi tayyorlab qo'yish qanday yaxshi. Tayyor narsadan voz kecharmidim. Bu yerda ozgina non ham bor ekan. 11 ta ekan. Buni olamiz, buni kiyamiz. Okey, fermer qishlog'i yo'qmikan? Mana shu fermer qishlog'ini uyi bo'lishi kerak. Ham ko'p zimritlar bor ekan bu yerda. Okey, deb mana bu yerda suv ham bor ekan, lekin hali baza qurishimiz kerak. Yaxshi start bo'ldi. Demak bu yerda qishloq, shunday qishloq bo'lishi kerak, fermer bo'lishi kerak. Chunki mana bu narsasi turibdi. Ozgina daraxt topib kelamizmi? Yo biz ham Oriflarga o'xshab toshdan quramizmi uyni? Qiziq. Ancha o'ylantiradigan narsa. Bu yerda bunday mis bor ekan. Birinchi bo'lib narsalar yasab olaylik o'zimizga. Kirka, albatta. Yo'q, bu emas. Yo'q, hozircha biz yasamay turaveraylikmi? Qani, bo'ldi. Mana bo'ldi, 9 dona temirimiz bor. Yetadi. Okey, ozgina kovlaymiz. Okey, deyarli bu yerlarni buzishni bo'lib oldim. Mana shu oxirgi blok va bizda judayam ko'p tosh bor. Degani hozir biz bu yerda juda ham ko'p lava bor ekan. Hozir biz ozgina qum olishimiz kerak. Qum. Okey. Mana bitta temirni isrof qilgim kelmadi. Shuning uchun toshli yasaverdim. Okey. Hozircha yaxshi ketyapti. Va azizlar, eslatib o'tay, kanalimga layk bosib va obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu men uchun juda ham muhim. Okey, bularni yig'ib olamiz. Bitta qop yetibdi. Ikkita ekan. Hozircha biz uxlab olishimiz kerak, ammo birinchi bu yerda crafting table'imni olaman. Bittasini tashlaymiz. Yo'q, bo'lmadi. Okey, qaysi uyda krovat bor? Yo'q, bu yerda yo'q ekan. Bu yerda bor ekan. Kechirasan qishloqi, lekin sen meni. Bu krovat menga kerak. Okey, ikkinchi kun boshlanyapti. Okey. Hozir men birinchi qiladigan ishim pechka yasash. Va mana bu qumlarimni eritgan qo'ysam, pishirgani. Men bu yerda yana ozgina mining qilsam bo'ladi. Bu yerda ikkita Martin bor ekan. Mana shunday berdi. Martin. Qo'lga o'rgatamizmi? O'rgatamiz. Hozir ozgina baliq ovlab kelaymikanmi? Baliq ovlash uchun bizga qilich kerak. Minecraftda qilich bilan ham baliq ovlaymiz. 4 ta baliq bormi o'zi bu yerda? Baliq.
Baliq rostdan baliq yo'qmi? Nahotki mana bunday kichkina joylarda ham spawn bo'lib qolish ehtimoli bor edi, lekin nahotki bitta ham baliq bo'lmasa? Nahotki nahotki hayot shunchalar beshafqat, bitta ham baliq yo'q ekan? Okey, unda biz mayning qilamiz, mayning. Yaxshi, ozgina mayn qildim. Yaxshi, endi yurib ketyapman. Stak bo'libdi. Bu yerda bunday daraxtlar bor ekan-a? Qandaydir shubhali narsa. Yo'q, lekin eshitgandim YouTube'da. Kichkina biyomlar ham bo'lishi mumkin. Bu yerda to'tiqushlar ham bor ekan. Qo'lga o'rgatamizga. Tarvuzlar ham bor ekan. Yaxshi. Baxtimizga qushlarni qo'lga o'rgat. Birortalaring men bilan ketishni xohlaysizlarmi? Senmi? Ana, menga o'rgandimi? Ha, yaxshi. Senchi, o'rganasanmi? O'rganasanmi? Ha, bo'ldi, bu o'rgandi. Narigisi qoldi bitta. Qaysi biri? Bo'lmaydi. Yo'q, mana bunisini qo'lga o'rgatishimiz kerak. Iltimos, uchib ketmay tur. Ha, hammasi o'rganibdi menga. Yaxshi, orqamdan yuringlar, do'stlarim. Sekin, mana bunisi bilan kelinglar. Ha, ana. Sekin uchib kelishadi-na. Keyin. Okey. Xayrli. Suvga tushmaslik kerak. Kelyapsizlarmi? Okey, o'tir shu yerga. Senlar yerga tush. Bir joyda turmas ekan-a shunisi. Qayerlargadir uchib ketyapti. Yo'q, men bilan yurganda. Bu yerga emas, nimaga bu yerga tushib olding? Okey, shu yerda tur. 22tasi bo'pti, okey. Yuqoramizmi? Nima deb o'ylaysizlar, do'stlar? Yuqoramiz. Shu yerga qursam bo'ladi-ya. Qo'shiqni eshitinglar. Okey, mana bu yerni tozalab oldik. Endi yuqoramiz. Yuqoramiz. Okey, mana uyni qurishni ham deyarli bitirdik. Ozgina daraxt ham topib kelishimiz kerak endi. Va bu yerni ham ozgina rostlab qo'yishimiz kerak. Bu yerdan eshik qilamiz. Bu yerda ochiq qoldiring. Nimaga ochiq qoldirding deb so'rashlaring mumkin. Men nimaga aytishim kerak? Sizlarni cho'riylaman. Berdim, lekin aytaman baribir. Bu yerga daraxt qo'yamiz-a. Ko'rganman, men ham ozgina tajribam bor uy qurishda. Ozgina bo'lsa ham bor. Kartoshkani pishiramizmi? Pishiramiz. Bu yerda martinlar yuribdi. Bu daraxt bilan bo'lmaydi. Tepadagini olib kelishimiz kerak. Bu daraxt bilan bo'lmaydi. Okey, bu daraxt bu yerda kamligini inobatga olgan holda tepadagi qizil daraxtni ishlatamiz. Qizil daraxt gilos olcha.
Mana bu gullardan ham ozgina olib olamiz. Uyimiz atrofiga ekib qo'yamiz, chiroyli ko'rinadi. Shunday gullardan teramiz. Okey, 3 ta 4tadan kerak. 4 karat 4 16. 16ta kerak. Okey, qorong'i ham tushyapti lekin 4ni 4ga ko'paytirsak 16 chiqadi-da. To'g'ri, chunki men bilaman. Men matematikani anchagina yaxshi bilaman. Okey, 49ta gul. Endi pastga tushishimiz kerak. Okey. Okey. Bu yerda yuqori uxlab olamizmi? Okey. Xo'p, mana uxlab turdik. Qanday go'zal bu olam. Okey. Keyin yana ozgina tosh kovlashimiz kerak. Ozgina kerak baribir. Bir qavat bilan to'xtab qolmaymiz. Ozgina ko'proq qavatli qilamiz uyimizni. Bulardan ozgina qo'yib chiqamiz bu yerga. Bu yerlarga ham qo'yish kerak albatta. Va ana chiroyli ko'rinyapti. Shunday kichkina gulchalar o'sib tursa-ya. Qanday go'zal. Boya kovlagan joydan shu yerdan yana ozgina tosh qo'yamiz. Okey, yelkam sinish arafasida turibdi. Ana sindi. Endi buni ishlatamiz. Okey, oxirgi bloklar va tayyor. Anchagina kovlab qo'ydim. Chunki hali uyimizga zina ham qilishimiz kerak. Zina. Okey, menimcha shu yetsa kerak. 20ta bo'ldi. Yo'q, bu yerda emas. Okey, mana 4-chi haligisiniyam bloklarni ham qo'yib bo'ldim uyimga. Endi zinalar qurishimiz kerak. Okey. Ana endi sekingina keyingi qavatni ham qurib olsak bo'ladi. Bitirsa yaxshi. Shuni blok qo'yib qo'ysak bo'lmaydi-da. O'tib bo'lmaydigan o'tirib o'tsa ham bo'lmas ekan. Okey. Okey. Tezroq qurish kerak. Mana do'stlar, deyarli tugatdim. Va oxirgi blok tayyor. Endi hozir derazamizni qilishimiz kerak. Derazani manzarasini ozgina rostlaymiz bunga. Ozgina to'g'rilash kerak. 1 2 3 4. Bu yerga bitta 1 2 3 4. Bu yerdan bitta qilsak. Keyin bu yerni kovlashimiz kerak. Baribir buni ishlatganimiz yo'q, shuning uchun shu yerga qo'ysak bo'ladi.
yerto'la qaraylik. Ana, okey. Juda ham ajoyib. Endi bu yerga kelsak, bu yerni ozgina hozir to'g'irlaymiz. Shuncha gul ekkandimi? Mayli, chiqsa yo'q. Okey, bitta yasab olamiz. Mayli, baribir shu temir ham ketarkan-ku. Okey, yana ozgina ochsak, bu yerga mana bu to'tilarga uya quramiz. Derazaga massa qilib yurib o'tiraman. Okey, boshlanishga qanday qilamiz? Nimadirga nimadir bo'lishi kerak. Nimadir. Okey. Good. Menimcha zina ishlatmasak kerak. Buni qurgani. Yo'q, ishlatarkan. Buni o'rniga qo'yamizmi? Okey, bu yerga ikkita qo'ysak. Bunday qilsak. Yo'q, bo'lmas. Xatolar. Practice makes perfect. Yo'q, ozgina adashdik. Ozgina tosh yetmay qolarkan. 4 donagina tosh yetmadi. Bu yana qanday bo'ldi? 4 dona. Shunchaki 4. Okey. Yo'q, 4 tamas. Bittasi ham yetarkan-ku. Mayli. Okey, endi tomiga kelsak. Menda g'oya bor tomini qurgan. Bunday qilamiz birinchi. Tepasiga esa yo'q, birinchi pastini boshlaylik. Yaxshi ko'rinyapti. Okey, yaxshi. Endi eshik kerak. Eshik. Temirdan eshik yasangiz. Hammasi yetarli bo'larkan. O'zimni uyimga ham, qushlarimiz uyiga ham yetarli. Okey. Endi qiladigan ishimiz mana bu uyni tom qurish uyga. Lekin bizga hozir ozgina daraxt kerak. Mana bu daraxtni chopsam, bunisini chopsam, bunisini birinchi chopamiz. Menimcha yetib qolsa kerak. Umid qilamiz yetadi. Menimcha yetadi. Yo'q, bunday qilib qo'ydim. Bu yerga ham qilamiz hali. Chiqib olamiz yarmini tuziklarga, yarmini martinlarga qilamiz albatta. Bu yerga okey. Shunisi yetarli bo'lishi kerak.
Bu yetmasa kerak. Menimcha hamma daraxtimni ishlatsam ham yetmasa kerak. Yetmas ekan, yetmas ekan. Yo, shunday qoldiramizmi? Hozir xato qilib qo'ydim. Xato qildim. Qoldiramizmi? Judayam chiroyli ko'rinyapti-ya. Lekin baribir tom qilib qo'yganimiz yaxshi-da, tog'ni. Qushlar ham tirik jon-ku. Juda uylarda yashashga loyiq. Nimaga biz ularni qafasga solamiz? Nimaga? Nimaga? To'g'ri-da. Yoki ozgina daraxt topdim bu yerdan. Hozir borib tezda rostlab qo'yamiz. Okey, buni tezda quramiz. Yo'q, yana yetmaydimi? 2 dona. Nega? Yo'q. Yo'q. Hech kim ko'rmadi. Hech kim ko'rmadi. Hech kim ko'rmadi. Hech kim ko'rmadi. Okey, ozgina bularni qilamiz. Tomi bu yerda qanaqa ko'rinishini farqi yo'q. Menimcha baribir yopiq turadi. Bu yerni ulab qo'yish kerak. Bro. Right. Mana uy bitta. Baholang uyni. Baholang. Bro. Bittaladim. To'tiqushlarimni olib kirdim. Yaxshi, good. Bo'lmasam bugungi videoni shu joyda tugataman. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammangizga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.